Boy odam uxlamaydi. Chunki o'ylaydi u. Yana mablag'ini ko'paytirishga, mehnat qilishga. Boy odamda tavakkal katta bo'ladi. Tavakkal bilan ish qiladi. Alloh beradi. Qaysidir bir fe'liga beradi. U ko'p mehnat qilgani uchun emas. U boydan boshqalar ko'p mehnat qiladi. Ko'p mehnat qilgani uchun emas, qaysidir bir fazilatiga. Yo otasini duosini oldi, yo onasini duosini oldi, ustozini rozi qildi, bir nochorni rozi qildi. Qaysidir bir siylai bir rahmiga, fazilatiga, odobiga Alloh beradi. Shuning uchun boy odamni ko'rsangiz hasad qilmang. Unga mulkni Alloh berdi. Alloh beradi. Bandani o'zini ixtiyoridagi ish emas, juda ulkan boylikka ega bo'lish. Uni taqdiriga Allohni beradi.